Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan genetikaga kirish va Mendel qonunlari haqida gaplashamiz. Xo'p, undan oldin mana shu yergacha yozib qo'ygan edim. Nima bo'ldi? Videoga bosgan ekanman, bo'lmabdi. Yozuv bo'lmabdi. Xo'p, endi qaytamiz endi. O'chirib yubormadim, shuning uchun tushuntirib qo'ya qolaman. Xo'p, genetika nima? Genetika biologiya fanini bitta tarmog'i hisoblanib, genetika fani ikki xil xususiyatni organizmlardagi irsiyat va o'zgaruvchanlik xususiyatlarini o'rganadi. Irsiyat nima desa, ota-onadagi belgilarni avlodlarda xuddi shunday namoyon bo'lishi. Ya'ni ota-onada qanaqa belgi bo'lsa, avlodga o'tsa o'shalar irsiylansa, demak bu irsiyat bo'ladi. Misol keltirdim, mana qora ko'z ota-onadan qora ko'z farzandlarini tug'ilish. Demak bu irsiyat bo'lyapti. Endi o'zgaruvchanlik nima? O'zgaruvchanlik o'zining nomi bilan o'zgaryapti. Demak irsiy materialning o'zgarishi. Qora ko'zli ota-onadan ko'k ko'zli farzandlar tug'ilishi mumkin. Shu endi o'zgaruvchanlik bo'ladi. Demak irsiyat va o'zgaruvchanlik bir-biriga qarama-qarshi jarayonlarmi? Yo'q. Unaqa emas. Ya'ni o'zgaruvchanlik ham keyingi bo'g'imga, misol uchun endi ko'k ko'zli belgisi keyingi bo'g'imda o'zini farzandlari yana ko'k ko'z bo'lsa, demak endi u ko'k ko'zlik irsiylandi. Demak endi o'zgaruvchanlik keyingi avlodga irsiyat bo'lib namoyon bo'lib o'tyapti. Ya'ni ota-onadan yana xuddi ko'k ko'zlikdan yana ko'k ko'zli farzandlar tug'ilib endi irsiyat bo'lyapti. Demak bu ikkita xususiyat. Xo'p, o'zi genetikaga asos solgan olim kim desa, Mendel deb ataladi. Mendel. To'g'ri, Mendel birinchi bo'lib 1865-yilda og'zaki tarzda genetika tushunchalarini og'zaki tarzda bayon qiladi, lekin bu tan olinmaydi. Shuning uchun 1900-yili genetikada katta o'zgarish, ya'ni genetika yili deb e'lon qilinishiga sabab bo'ladigan kashfiyotlar qilinadi. Qanaqa desa, Mendel qonunlarini 3 yirik olim Fries, ya'ni De Vries, Chermak va Correns, ya'ni De Vries, Gago De Vries, Erik Chermak va Karl Correns degan 3 yirik olim Mendel qonunlarini qayta kashf qilib, xuddi Mendelning g'oyibona shogirdlari bo'lishadi. Demak, genetikaga asos solgan olimlar shulardan iborat. Xo'p, bu genetika deb atashalmadi, lekin bular fan nomini. Lekin 1906-yil Betson tomonidan genetika atamasi fanga olib kirdi. O'zi genetika so'zining ma'nosi nima desa, genetika bu tug'ilish, kelib chiqish degan ma'noni bildiradi. Xo'p, endi biz genetikadan masalalarni ishlashdan oldin genetikada ishlatiladigan belgi va simvollarni bilib olishimiz kerak. Qanaqa bu? Bular P belgisi, bu parents, ya'ni ota, ona degan ma'noni bildiradi. Yo bo'lmasam, bu ota-ona ikki xil bo'lishi mumkin, mana. Ya'ni ota yoki ona bo'lishi. Demak, mana bu belgi, bu otalik belgisi, ya'ni Mars qalqoni. Xo'p, mana bu belgisi, bu onalik belgisi, Venera ko'zgusi. Endi mana bu belgi, bu endi chatish tirish belgisi. Xo'p, endi F1
va hokazo fn gacha. Xo'p, bu nima desa, bu avlod, ya'ni fe'li so'zida olingan bo'lib, avlodni bildiradi. Ya'ni birinchi avlod, ikkinchi va hokazo n'inchi avlodniligini bildiradi. Xo'p, va mana shu belgilar genetikada asosan ishlatiladigan belgilar hisoblanadi. Xo'p, genetikani o'rganishda har xil usullar bor. Misol uchun molekulyar genetik, gibridlash, ya'ni gibridologik deydi. Bu nima desa, chatishtirish usuli. Mendel birinchi bo'lib o'sha gibridologik usul, ya'ni chatishtirish usulini qo'llagan olimlardan biri hisoblanadi. Demak, Mendelning birinchi qonuni. Mendelning birinchi qonuni dominantlik qonuni deb ataladi. Xo'p, undan oldin biz dominant gen, resessiv gen, heterozigota, gamazigota, shunga o'xshagan allel tushunchalari haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Xo'p, birinchi dominant gen. Yo'q, birinchi gendan boshlaymiz. Gen nima? Gen bir molekula oqsilning biologik sinteziga javobgar bo'lgan, qaytaraman, bir molekula oqsilning biologik sinteziga javobgar bo'lgan bir yoki bir nechta belgini yuzaga chiqaradigan DNK zanjiridagi nukleotidlar qatori bu gen deb ataladi. Demak, gen deb bir molekula oqsilni biologik sinteziga javobgar bo'lgan bir yoki bir nechta belgini yuzaga chiqaradigan DNK zanjiridagi nukleotidlar qatori bu gen deb ataladi. Demak, bu genlar o'z navbatida ikki xil bo'lishi mumkin. Qanday? Dominant genlar, dominant genlar resessiv genlar. Xo'p, dominant gen bilan resessiv gen nima farqi bor desa, dominant genlar F1 avlodda va boshqa payt ham o'z belgisini yuzaga chiqaradigan belgilar. Dominant, ya'ni ustun turuvchi belgilar. Ya'ni o'z alleli ustidan ustun turishi kerak. Demak, dominant genlar har doim lotin alifbosining katta harflarda belgilanadi. Endi resessiv genlar esa lotin alifbosining kichkina harflarda belgilanadi. Biz aytdik. Bu yerda o'z alleli ustidan dominantlik qilish kerak. Va bu nima degani bo'lsa, mana bu dominant A geni resessiv A geni ustidan dominantlik qiladi. Ya'ni ustunlik qiladi. Dominant B geni esa resessiv B ustidan ustunlik qiladi. Ya'ni genotipda birga kelganda. Endi gamazigota nima? Heterozigota nima? Gomozigota ya'ni gomo degani o'xshash genlardan tashkil topgan bo'lsa gomozigota. Misol uchun mana bir xil harflardan. O'zbekcha sodda qilib tushuntirilganda bir xil harflardan tashkil topgan bo'lsa bu gamazigota bo'ladi. Gamazigotalar demak mana bu dominant gamazigota deb o'qiladi. Bu esa resessiv gamazigota deb o'qiladi. Bu esa mana dominant gamazigota, bu esa resessiv gamazigota. Demak, shu gamazigota, heterozigota tushunchasini dominant va resessiv bilan mana bog'ladik. Dominant gamazigota resessiv gamazigota. Xo'p, keyingisi heterozigota.